أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد dersimiz 124. betga kelgan qarindoshlar. Yani oldingi qatimliq dersimizde İslam dünyasındaki tarihi qatma-qat baştan keçirgen bir keynidi qap qilish, keyniga chekinish jarayonini bir qurtib o'tdik. Ikki qatimliq yuz bergan dunyoviy urushlardan tang mag'lub bo'lgan davlatlarning ichida islom davlatlari o'rnidan nima uchun qo'polmaydi? Boshqa davlatlar nima uchun o'rnidan qo'pidi? İslam devletlerindeki o'rnidan qo'polmaslikqa sabab bo'lgan masalalar, omillar, ya'ni o'zaro shishilib ketish omillari, birisidan beg'ining uzilib ketish omillari qatorliqlarni bir qo'l so'zlab o'tgan. Eng bizga ilgirki darsda ta'sir qilgan nuqta fikr dunyosi masalasi edi. Ya'ni Malik Nabiyninki 3 dunyo nazariyasi edi. 3 dunyo nazariyasida avval Edem özünki kürengen takoturqa yoki go'sht, so'ng iskelet, jism kürengen shakli bilan edinmas, balki fikrli adam. Avval fikr dunyosi, undan keyin fikr dunyosi shaxs yaratadi, chunki fikrga qarab turib odam shakllanadi. Undan keyin natijada bu ikkisi natijasida shu odamning atrofida natija sifatida bir muhit yaratiladi. Bino solinadi, yo'llar hozirlanadi, davlat quriladi masalan. Degandek bir meseleler köp to'xtagan to'q. Va darsning mazmuni nereden boshlaymiz islohotni? Yani demek shunda bir nuqtaga keldik, shunda bir natijaga keldik qarindoshlar. Keyinda qolganligimiz rost, buni mayli e'tirof qilmaydi, bu bir haqiqat. E'tirof qilmay, "Oy yo'q, biz degan desak shu tuguqqa o'xshash qumliqda kallani qumning ichiga tiqib olib, meni hech kim ko'midi degan tuguqqa o'xshab qolamiz. Amal yok, e'tirof qilishimiz kerak. Bizdeki qaloqlikning bog'liqi rost. Bog'liq rost. Buningdan eng to'g'ri pozitsiya buningga nisbatan qana qilish, avval e'tirof qilish, undan keyin islohotni nereden boshlayman? Nereden tortib o'ngshayman degan bir tuyg'u, bir mas'uliyat, bir noktadan başlaşmamız gerekende. Bugün kitabın mazmunu şu: min ayna yebda al-islah. İslahat nereden başlanıyordu degan noktaga keldik. Ve huna ya'ti as-sual al-muhim ve huwa min ayna yajibu ay yebda al-islah, yani ay yubda al-islah. Bu da muhim bir sual. Kelawatıdı. O bolsumu min ayna yecib, yani nereden islahat başlanışı gerek? 124. bet qarindoshlar. Nereden islahat başlanışı gerek? Ve bi ayyi hadihi al-awalim al-thalatha yajibu alayna an nabda. Yani bu 3 dünyanınki qaysidan başlaşımız gerek yani. Avval ne oluşayımız? Devletimizni qurup bulab, shaharlarimizni qurup bulab, yo'llarimizni yasab bulab, universitetlarimizni yasab bulab, masjidlarimizni yasab bulab, edem yasaymizmi yoki avval edem andakin devletmi? Edem de avval edemni chiroyli bir şekilde bodak yo'g'intib bo'lgandan keyin edemmi yoki uning avval ideyasi muhimmi? İdeyasi muhimmi bu nokta. Bu savolga qanday javoblar keladi qarab boqaylik. Hal la budda an nabda bi islah alam al-afkar avvalan. Yani avval fikr dunyosini isloh qilishdan boshlash kerakmi qanda? Boshlash kerakmi qanda? Yoki am innahu la budda min al-bad'i bi islah alam al-alaqat bayna an-nas. Yoki avval kishilar o'rtasidagi aloqa dunyosini isloh qilish bilan boshlanish kerakmi? Bu ikkinchi nuqta. Nemişqa şeyler dünyasını ıslah qilishdan başlamaymiz. Başlash bu arqılık bo'lmaydi. Bu gölünüş tarafga qarab ilingan tunji yo'lmi? Degandek bir qator savollar oldimizga qo'yildi. Yoki qo'yiladi, yoki qo'yilishi kerak endi. Bu savollar cho'qim bizning zehnimizda bo'lishi kerak.
وللإجابة على هذا التساؤل سنبسط كلام مالك بن النبي حول حله للمشكلة من خلال هذا الحوار الذي تخيله واستعرض فيه حيرة المفكرين بين هذه الثلاثة عوالم. Bu suallara cevap veriş üçün velil icabeti ala hada tesaul biz Malik Nebi'ninki meseleni lil müşkile hal qilish haqidagi gapini oddiylaştıramiz. Sen basit. Yani o tasavvur qilgan tahayyalahu ve bunun da üç dünya arasında mutafakkirlarning hayronligiga ko'z yugurtgan muşu söhbet arqılıq min hilal muşu söhbet arqılıq meseleni hal qilish haqidagi degan gapini biz oddiylaştıramiz. Bu mufakkirlar hiratul mufakkirin va vayadaki mufakkir ve mutafakkirlarning gangirishi degandek. Bu mutafakkirlar beyne qail muş beyne de bilen keyin isim fail şekilde bir cümle söz kase aratıldı. Bunda qilganlar va, buna deganlar va deb buni tarjima qilsanglar to'g'ri chiqadi. Mutafakkirlarning ichidan mana deydiganlari borki, fikr avval. Va mundaq deganlar borki, şeyler dunyosi avval. Mana deganlar. Ya'ni avval ba'zilar fikr, ideologiyani hal qilib bo'lib, ikkinchi qadamda olamiz deydiganlar va. Va ba'zilar deydiki, yo'q, avval şeyler dünyasında maddi gözümüzden görüngen hadarat kommunasiyonlik bir maddi noktalarını hal qilib bo'lgandan keyin qilamiz deydiganlar. Hatta bizning Uyg'urchilikning ichida balki sizlardan so'rasam, hozir balki har xil fikr chiqishi mumkin. Biz Uyg'urlar islohotni nereden boshlaymiz? Desizlar ba'zilar avval fan texnika o'rganib deydi. Masalan, deydiganlar bor. Ba'zilar avval davlatni pulab deydi. Avval davlatni bo'lsa, hammasi o'ng'ishuldi. Avval çok vatanı azat qilib o'tish kerak deydi. Qanday olib ketsa. Vatanı azat qilib bo'lganda, bir davlat qilib bo'lganda, davlat kuchi bilan jiqishni qila olmaydi deydi. Mush hozir tam olamul ashyo degan shu endi. Ba'zida deydi, yo'q, avval ideologiya qurib chiqish kerak deydi. Bunun uchunisi bizning kuchli emas bu gaplar. Chu insonga ta'sir qilishda, yo'q, insonni qanoat qildirishda. Qani, qarab boqaylik. Ondan keyin thumma yastatrid في عرض الحل الذي توصل إليه بعد طول تفكير. Anlakin Malik Nebi uzun fikir yürgüzüşten keyin erişken yoki bağan hal qilishni o'rtaga qo'yishga boshladi. Yastatri degan gapni boshlaydi degan ma'noda. Va ta'tamidu fikratu ala hada al-hal bu hal qilish chorasi fikri bazı amillarni ishdan to'xtatish, ba'zini harakatlantirish adına asoslanadi. Nimishqa shu orqali boshqa amillarga ta'sir qiluvchi amilni bayqash mumkin bo'lsin uchun. Ya'ni avval eng muhimi ta'sirga amil qaysi. Eng muhimi boshqalarga ta'sir qilgan nuqta qaysi. Mushuni bayqash kerakki, shu orqali eng aktiv energiyaga ega ta'sir qilish kuchiga ega ishni muhim tutmoqli degandek. Buni balki siz tushunmadingmi? Men tushunmadim hozirga qadar. Ama bir misal orqali tushunib boqayli. Diqqat. Tuvanda balki tushunishimiz mumkin. Havl an tatakhayyal ma'ana. Qani bir millatni tasavvur qilaylik. Hamma o'ylama. Amazondan yoki Afrika o'rmonliqlaridan. Amazonni bilamsizlar qarindoshlar? Amazonda bir top bekat va kitob sotilgan, nima? Narsa sotilgan nimaga o'xshash, en umriga o'xshash. Lekin u Amazon emasmi? Amazonda dunyodagi uzun daryolarning birisi. Etrafida da dunyodagi eng cho'ng büyük o'rmonliqlar var. Bu yerda bunda yovvoyi odamlar yashaydi. Shimoliy Amerikada qo'daymi? Coğrafyalik o'rni tam esimda qolmadi. Yovvoyi insonlar yashaydi, yovvoyi ibtidoiy insonlar, adam go'shaydigan insonlar. Hali endi meni uchrab qoladi ya, palani qabila odamda meni tutib yovutibdi debchi. Yani yoki Afrikaning o'rmonliqlari,
Okşaş. Birisi bilişimci Amazon Şimal Amerika'da. Aprok ormanlıkları degeni şu Aprok'da bilisizler. Meyli o Amazon bosna ovasını çıkıp yavayı insanlı yaşaydığı yerimdi. İkilisi. Muşiyada yaşaydığı bir kavimni xiyal kılan deydi. Abdur şunu misal qavadıdı bizge. Yani olanın ki addi fikir dünyası bilen. Hem de yavayı adamının qanchalik tefekkür vasıtlı tasarruf bakma. Oylasam var buldum. Olanın ki iftidailik bilen. Muşan tasarruf bakın. Akşam emeğinin kalasıqa bazı filmlerde köygen könüşler kılıyordu. Çekreşip doğan kollardı. Da igiz kaltek mesela. Bazının ki yermede kim var, yermede kim yok mesela. Aran doğan adam tutuğa adamını kavap yevet gele. Rıhlelik yavayı insanlarım de. Vehşi. Şunda ama şunu oylamasın çok mu oylama? Andayken vakat temmen nakluhum ila Almanya. Bula Germaniyaga apırıldı deydi. Muşta öyle ama. Muşu yavay insanların hemmine Germaniyaga küçürüldü. Ve şu vaktimizde beynema nukile eşşa'bul Almani Germaniya halkı Afrika'ya Amazon'a etkiladı. Tamam hem de. Demek çoğunu şu. Aşı yavay insanlığını en terakki kılan Germaniye'de misal kılışı çünkü Avrupa temelinde Germaniye hali terakki kılırlar çok. Ondan sonra yıkılıp bir terakki, tez terakki kılan devletinin bir sendini. Yıkılıp mı Hitler'inkin pavgulat yıkıldı ya, işkin dünya aşıda yanıldı ya Germaniye. Şundayken bir tez terakki kılan devlet. Demek çoğunu şu. Afrika'daki yavay adamlarını Germaniye'ye Germaniyanın halkını aşu Afrika'ya Amazon deryasının etrafına uğurlaştırayla deydi. Hazır Germaniyanınki devlet altyapısı mesela Avrupa'daki hali devletin güçlü bir terakki kılan devlet değil. Ayağıyla bir ormanlık, yavay ormanlık, anda bir şehir ditkan nesime tab kullanmaydı Afrika ormanlıklarından ya ki Amazon'dan yavay adam yaşadığı iki halkını almıştırayla. Sırada faklan demiş yüzüne. Mâzâ kâne seyahdus hayneha. Şu vaktıda nimi iş yüzüne. El-emru seyebdu vadihan celiyen. İş nait roşen inik kırılmışlar. Nimi olsam o olsumu Gırmalla, Alman da kalsam da Germaniya emez. Gırmalla edemli körüsüdü cuma. Gırmalla bu halette hele Amazon ya ki Afrika rayonlarını avat kılıdı, oğuşaydı. Yani devlet kurup çıkıdı. Çünkü oldu aynı bir kallı var. Devlet kuralıydığın kallı var. Ama şu vakitinin özde Almanlar şu vakitinin özde Germaniya özününki kuruluşları, medeniyetleri, kuçuları olan iftidai kabilenin okulda veyran buldu dendi. Ama tasavvuf bakma biz üzümüzden tüllemi değil. Germaniya hele ormanlıklık vasında kayıtıdın hahu değiştilam. Derru bir amal kılıp yolunu yasap, mekteplerine selip, binalarını kurup, şehri kurup kıvetişi mümkün. Bu inek. Çünkü bakka adamlar. Hele yavay adamlarında Germaniya Avrupa'da şu birden dilan binalarını öğretip igizken çıkıp oğlamaydı ki buna gidip. Bu körüklüğünde igiz körüklü bu pestiman sakamamdı deyip, kınakı deyip, körüklüğünü öğretip mesela bir devletini veren kıvetişi mümkün. Yani demek çoğunu şu ki insan ne? Etrafındaki şeyden bekrak kıllısını tefekkür bir noktaya başlaydı. Yani hazır çaşkanla harvaga kastedip de aslında çaşkan emas, doğru misal müşkünü harvaga kastsa şu kadına astığı söyleyde bir gep var. Bu bikağı deyilgen gep emas bu. Yani insanınki kıllısını tefekkür fevkuladı mühim kardeşler. Acayip mühim. Ben kayıskılımı neç katımlık dersildamda misal arlakadı dep ütüp gittim. İnsan kallısındaki melumat, fikirlerin şu melumatın şekillendiğin neyse mi de asli? Melumat olmasa fikir şekillenmeydi. Kallısı kupkuruk bir neyse okumaydıgan, öğrenmek adamın kallısı fikir mi bulmaydı? Mesela değil. Ben kayıskılımı misal aldım. Kattık usta aşpez, neçe yıllık tecrübelik aşpezin birini, belki aşxana saymaları yok yerge apırıp bir şehirge apırıp aşxana aç dese kanda kılsa kılır ölçemlik olması mı aşxana lazımlık saymalarını şu şehirden tepip dükkanlarını tepip güzel aşxana beni şekillendireliydi. Çünkü kallısta neminin neye işletildiğini neminin neye lazımlığını şekillendireliydi.
Ama kallasida fikri yok adamni en ölçemlik aşxanaga akirib qo'ysa, bu yerda bir ot yoqay desam yog'och yo'q ekan. O'tin yo'q ekan deb o'tin izlashi mumkin. Eng taraqqiy qilgan bir aşxananing ichiga kirib masalan. Yani insanın tefakkürü favqulodda muhim qarindoshlar. İnsan kallasida nim bo'lsa, shu tarafga qarab qana qiladi, mangadi. Demakchi o'g'ini shu. Avtorning bizga ifodalamoqchi bo'lgan, bildirmoqchi bo'lgan nuqtasi shu. Mencha avtorning bu gaplaridan bir narsani mencha tushundinglar qarindoshlar. Amma şahid min hadihi al-qissa. Bu hikoyadan, mesela biz bir xiyali hikoyadan birini to'qidik hozir. Mush hikoyani balkim nurg'ularga natijaga bağlanadi deb o'ylayman. Mush hikoyadan biz demoqchi bo'lgan, ifodalamoqchi bo'lgan nuqtaga oladigan dalilimiz ash-shahid min hadihi al-qissa bu hikoyadan. U bo'lsa-mu fikr dunyosi mutnamiyan o'rlab ketgan, yukselgan, mutatavviran taraqqiy qilgan va fikrga ega bo'lsa, fikir yine qayta deb qo'yib fikr degan nima bo'lsa, ma'lumot degan gap. Ma'lumot degan gap. Mushta bo'lib qolsa, yastati'u an yakhluqa alam al-ashya hawlahu. Atrofidagi shay dunyosini uyarta oladi. Men bir o'zimning hayotimdagi bir misolni deb beray. Tabiiyki bu yerdalikqa men bir narsani qilmoqchi emas, ammo mesela mush qatim koronavirus oldu. Bilasizlar, men mush uzundan beri ayrım bir küçük özümüz güçlük bir çalışma hizmetde işxonasidan beni qilib qilishga tegishli ba'zi xizmat, ba'zilik darslarni, videolarni masalan ashada olaman. Masalan kasbiy apparat va ondan keyin boshqa narsalar bormi tayya. Koronadan keyin uyga qamaldik. Uyga qamalgandan keyin u uyga mesela o aparat yoki boshqa narsalarni ko'tarib akaga olmadim. Men qanday qildim desanglar, masalan, shu kompyuterninki o'zining kichik aparatlari bilan oddiy olsun ba'ziligi anda o'lchamlik chiqmasmi qilataman dedi. Demakchi o'g'lim mening kallamda qanday qilish bor, bir oddiy bir ish haqida da'vatimanda. Shunga o'xshash bir odamning kallasida masalan da ba'zi ancha-muncha bir tasviriy filmlarni ko'rib qolasizlar, ba'zi tasviriy hikoyalarni o'qib qolasizlar. Bir ishni bildigan odamni hech qanday narsa yo'q yerga olib qo'ysanglarmi, shu atrofidan bir narsalarni tepib o'zi biladigan ishni qila oladi. Masalan, ba'zilarga o'zal alohida tarbiyalangan bir xodimlar bor. Ashta bir tasvirlanadigan ba'zi filmlar bor. Qarab boqsizlar. Tasvir qarab boqsizlar. Bir boshqa o'zi til o'qimaydigan bir davlatga berib qolgan taqdirda ashaldan kerakli materiallarni tepib, uni qilib, buni qilib birdamlar vazifasini ijro qilib keladi. Bu nima desak, kallasida bor. Seximisi bor, sistemi bor, fikr bor va buni qila oladi. Lekin ba'zi qarindoshlar bak mubolag'a qilamdik deydim, burun anglasam, oy falan degan odatda normal do'kondagi narsalardan foydalanib uni yasaydi ekan, buni yasaydi ekan desiz-chu. U kallasida fikr olgandan keyin har narsani foydalana oladi ekan uningga. Bu fikir bek muhim. Yani vel aksu leysa bi sahih ki endi bunun aksi bu to'g'ri emas. Aks to'g'ri emas degani kalla taraqqiy qilmagan bo'lsa, kalla yukselmagan bo'lsa, kallada fikr olmasa, uningga hamma narsa tel bir yerga ekib qo'ysangmi qilinmaydi qolganini. Qilinmaydi. Fa'alamul ashya al-mutatawwir taraqqiy qilgan bir şeyler dünyası terakki kılgan bir fikir dünyası udullaşmasa, fikir qalaqlıqı bazğını astıda onu veyran qilishi mumkin. Qaranglar, bir misal preyslarga. Qaysi urushda o'qimayman? Mesela deyler ki şu nimenki 70. yıldan 80. yılgacha bo'lgan bir urush. Ruslar bilan Afg'onlar o'tirishidagi bir urush. Tabiiy ki men bu yerda faqat misol sifatida olmoqchi qarindoshlar. Urushda Afg'onlar haqiqatan bir qahramonlik, botirlik ko'rsatdi. U tarafı tariflashga o'rishga arziydi. Yani olmoqchi bo'lgan misolim shu. Urushda
Ruslardan naydı isil kurallar olduğu çoğuluk hamdi. Qattiq isil kurallar. Uzusen tanka, bazılıqı tikuşar ay falan degendek çoğu. Ama növbette şu vakitte qanaqlıq desanglar, belki şu toğru qara oluş mümkün şu vaqtning şaraitiga göre. Kurallarning hammani paçaqlab o'tib manliq hamdi. Meyli tank olsun, arpalan olsun. Nimishqa şu vaqtga to'g'ri qara deyishning sababi chunki normalda ishiltamaydi buni. O arpalan bo'lganligidan haydi suldi uni. Tank bo'lganligidan bo'lganligidan haydi suldi, haydi yanmaydi. Qo'yib qo'ysini tekrar Rasulning qo'liga uchib ketish ehtimoli bo'lganligidan paçaqlab o'tdi. Endi demakchi o'g'lim nima desa, agar inson taraqqiy qilmagan vaqtida haqiqiy taraqqiy qilgan narsaga uchirgan taqdirda mu qanday qiladigan gap hammani vayron qiladigan gap. Vayron qiladigan gapda. Mesela şu. Vel emru beyin ve vadih ve celi. İş nayeti uçuk, nayeti roşen, aşkara. Demek bu yerde fealemul efkar yani ki fe hulas oluşu mümkün. Demek bu yerde fikir dünyası degene neymi dese avval çoğun özgürlüş buluduğun bir rayonunu temsil kılıdı. Yani bu özgürlüş nerede buludu avval? Biz avval üzümüzünü özgertip, kiyimimizni özgertip, çaş pasonumuzni özgertip, yürüyüş duruşumuzni özgertiş avval noktası ya ki bizden mınımız mı, kallımız mı? Bana qaysi bir reis mi ya ki alım mı işe birçok bir nutuktu bir gap kıllamda qap qılıq hazır kadar. İslam devleti yani İslam halifeliği hakkında gap qılıp İslam halifeliğini haqiqiy qurmoqchi olsanglar deydi. Avval qalbingda İslam halifeliği qurilish kerak avval deydi. Yani bu gap nelik hozirgi darsimizga kelib nasıl alsak, avval insonning nimasi o'zgarish kerak, fikr o'zgarish kerak avval. Hada inda tecrid. Mana bu tecrid qilgan vaqtidagi gap, ammo jalliq tecrid deganga biz ayrish degan gap endi. Biz arab tushunsak shu. Ammo jalliq reallikka kelgan vaqtimizda üç dünya dairi şekilde bizden maslaşıdı, to'xtab qoldi. Dairi şekilde yani buna çembersiman şekilde münasebetlik. Yani bizden arılanmaydı. Qana desanglar, men 5 lam düetdim, onu çidiyamay sizlarga. Berdaşlık vermedim, demeyi çidiyamadım. Fikir dünyası insan yaratıdı. İnsan etrafındaki muhitini yaratıdı. Ve etrafındaki muhit fikir dünyası yaratıdı. Fikir dünyası edem yaratıdı. Edem ben bunu ne çıktım bir bundan misalını epkivatıma belki bugün tekrar alsam belki takım payı oluşu mümkün. Mesela bir geldim dedim ben ne çıkarttım. Bugün sizlerimizni bu zulüm kılıvatkan Xitay sizlerimizden tam yaştaki Xitayla asasen şu. 70 yaşlık, 80 yaşlık, yani 100 yaşlık Xitay gidip zulüm sanarlar bizge. Şu 40 yaşlık, 30 yaşlık şu Xitayla. Hem de 40 yaş ya 30 yaştaki şu Xitayla bizden tam toğluqluq. Şunamı ya? Bu bir misal. Yeni birisi ben ülüşken bu ya onun aldığın küllüktüğüme bir misal verdim. Bugün 40 yaşlık bir Amerikalık 40 yaşlık Avrupalık olan tang toğluqluq toğuluşta ve toğulğa vakitte ikilisinden kallası apak. Yani hiç neyim yok. Hiç qanday malumat yok. O'xshash. Ama 40 yaşga kelgan kunlikda o'tirib bek cho'ng. Yani nima o desanglar? Nimishqa tabi mahkum millatning tug'ilgan bolasi bilan hokim millatning tug'ilgan bola o'xshash tug'ilib, o'xshash yo'g'inilsa, mal hokim bo'lib yo'g'inaydi, mal mahkum bo'lib yo'g'inaydi. Taraqqiy qilgan bir davlatdagi bir odam bilan taraqqiy qilmagan bir davlatdagi odam o'xshash tug'ilib, tang o'sib yetilib, tang 40 yoshga kelgan vaqtda nimishqa ikkisining kallasida fikr dunyosi favqulodda farq qiladi desa, men tam hozir demoqchi bo'lgan narsa shu edi asli. Yani bu bir çembersiman şekildeki maslashadigan bir üç dünya. Fikir dünyası edemni yaratıdı. Edem etrafındaki muhitni yaratıdı ve etrafındaki muhit tekrar edem yaratıdı. Yani terakki qilgan muhit terakki qilgan edemni yaratıdı. Terakki qilgan dünyada yaşayan edem hiç de bilgenmisi mi? Terakki qilmagan yerda to'xtma 24 saat ügengi edemden chiqib bir narsa bo'ladi. Lekin konunun bir gapi bor. Şak ögen nimidan qoq, binasidan qoq da bilgen beydi. Bu alaqı bakağı deyilgen gap emas bu ço. Yani bu bisbislan aylanıp durdu, çembersiman şekilde. Bisbisni tekrar terakki qildirib turdi. Endi biz mush çemberning ichiga bir kirvelishimiz kerak. Nereden kirimiz degan gap yani. Nereden kirimiz degan gap. Bu bir tekrar aylanıp turgan bir çember, üzlüksiz. Bunun sirti qolganlar qilaverdi. Şunlaşqa
biz Xitoydan bir zamanda yaşaqlıq xeyli uzun bo'ldi. Ama Xitoy taraqqiy qilib ketaverdi. Biz taraqqiy qilmay qilib qoldik. Nimishqa biz chambarning sirtida qolib qoldik. Biz chambarning ichiga kirishimiz kerak, lekin qaysi nuqtadan kiramiz? Üçlük chambar hamda bu. To'xtamay aylanib turadi. Fikir adam yaratadi, adam atrofidagi muhitni yaratadi, muhit fikr yaratadi, fikr adam yaratadi, adam atrofidagi muhitni yaratadi. Mushta bizi yaratib, bunda mas shaklli aylanib to'g'liq, biz sirtida qolib mishaga kirib olishimiz kerakki, bizning jamiyatimizdami, bizning Uyg'ur jamiyatimizdami bunda bir chambarsiman aylanma üç dünya şekillenishi kerak. Ama biz nereden kirimiz endi shunga? Üç dünyanın qaysi nuqtasidan boshlab kirimiz degan bir nuqta. Mana bu tuvandagi hada sharhu sabiq huwa muhawala ijad awwalul khayt. Bu avval qilinayani paydo qilishga urinish deydi. Bu izohat. Endi demakchi o'g'ini bizning boshlanish nuqtamizni topadigan g'oz qoldik deyapti yani. Nereden boshlaymiz? Qarindoshlar sizlar hozir qadar kelgan tafakkurlar bo'yicha bu aylanma chambarning nereden kirimiz bu dunyoga bir deb baqingmi? Bu üç dünya şu resimdeki şekilde tanıştırılıqlı. Bunun növbetimde normal yürüşüvatkan, aylanıvatkan bir halatını tasavvur qilganimizda baş ayağı yok. Bayatın deganimizde fikir şahs yaratıdı, şahs şey yaratıdı, şey fikir yaratıdı, fikir şahs yaratıdı, şahs şey yaratıdı. Müşta şekilde manadı bu ço. Ama biz hem de şu çembersimanın içine bir yerden hep bir kirvamısa konmaydı, bir yerden başlamamısa konmaydı. Neden başlayımız meselesi? Bu bir. Yeni bir misal qarindoshlar. Tahayyal. Bunu men necha kundan bir ancha-muncha gaplarim oraliqida qana qildim sizlarga deb o'tib ketib qolgan, ammo bu yerda abtur go'zal bir shaklda keldi. Bir odamning butun ma'lumotlari gul haqida degani gulchi yani. Aramada gulga qiziqganlar bormi? Balkim bo'lishi mumkin. Bir odam bir narsaga qiziqsa, u narsa to'g'riliq hamma narsani biladi. Uning ma'lumotlarini biladi, qanday vaqt o'sadiganligini biladi, necha xil gul bor biladi, soyda o'sadigan gul, oftobda o'sadigan gul, anikin buni qanday tuproq ishlatamiz, tuproqni qancha vaqtda almashtiramiz. Ya bütün ma'lumotlarni biladi endi. Andagan bu odamning shu ma'lumotlar yani erişken adam çokum fe inne alem alakati. Bunun alaka dünyası gül ticaretçilerinden buludu ki çokum bununla ehemmiyet vermemiz bilinmeydi onu. Gül ne alıdığallahının aşıklarından buludu. Ve neticede bunun dünya alemi gül münasebetlik bütün nesini işlep çıkarış teriş olu dendi. Yani tekimi buna rakibimizin etrafımızdaki emeli misallardan desek bir adamın kesbinin bolsa kesip dep turaylı. Bu adam şu kesbe dairlik bir malumatlarını toplaydı kallasta. Meylizi halisun halamusun malum şoğullanğandan keyin bu adamın es xiyali şuuludu. Arlaşdığını şuuludu. Alaka dünyası şuuludu. Özün kesbik münasebetlik edemler bilen tanışıdı. Kesbik münasebetlik yerlerini biliyordu mesela. Andaki üzünün kuldan çıkıdığını mı şu kesbik münasebetlik işler oldu demdi. Müşte bir şey. Emdi İza qarrara hada şahs bu adam üzününki şey dünyasını özgertmekçi olsa ben bir etraf mesela değil gülçülükni gibi nakıldık ya gülçü adamınki özüne hamısı gül oldan boyunca. Çünkü maşinesinin keyinde teştek mesela maşinesinin keyinde sandıqni aqtasa gül urug'a, gülning tuproqqa uyga kelsa, gül teştiki, gül, o gül endi. Bir adamning kesbi kompüter olib qolsa, balkim uyning hammasi shu kompüter munosabatlik, uning partisi, buning partisi bo'lishi mumkin. Bir odam qassoblik qilsa, shu mashinasi qon puraydi. Mashinasining keyinida 5-3 pichoq, 5 qo'yning tirisi misolga da'vatman. Ya'ni bir odam bir ishni qildimi, shunga munosabatlik bir muhit o'rtam shakllanadi. Shunga munosabatlik odamlar aralashadi. Masalan, şunun münasebetlik urullarını biliyordu ve ahirinde bu adamın kuldan çıktığını şu hoşlu demdi. Yani şunda adamdan birisi özünün dünyasını özgertmekçi olsa ve onunki öz cemiyeti bir tesir olmakçı olsa gülçülükten taşlap ahbaratçılık
o'qishni qaror qilibdi bo'lsa, faqarrara dirasatul i'lam, axborotchilik o'qishni qaror qilibdi bo'lsa, andan keyin fikr dunyosi o'zgardi. Fikr dunyosi o'zgarganda gulga nisbatan qiziqishni tugitdi. Gul demaydi u vaqtda. Qizil gul, oq gul, atir gul demaydi. Faqat nima deydi? Axborot nuqtasida. Darhallam navbatdagi dunyodagi dangli axborot kanallari to'g'riliq o'ylanib boshladiki, Arab yarim oldi, ya'ni Al Jazeera kanalı masalan. Navbatdagi Qatardagi. Ondan keyin Al Arabiya kanalı Dubaydagi, Saudning kanalı masalan daxil. Rossiyaninki TR kanalı masalan. Ondan keyin Amerikaninki CNN kanalı, Angliyaning BBS kanalı, bularimiz axborot dunyodagi dangli axborotlar. Axborotchilik bu deb müştanaslik to'g'riliq o'ylang'ili tegsa, ondan keyin buning izlaydigan narsasi o'zgaraydi. Yig'digan, to'plab yig'digan narsasi o'zgaraydi. O'yisi gizitga tushadi. Oddiy olsun bir aparat olurdu qishda, bir mikrofon olurdu mesela, çünkü axborot cho'moqchi bo'lsa. Thumma tarattaba ala zalik. Ondan keyin ashunga ergishib keladigan natijaning bo'ldi sanglar, bu odamning aloqa dunyosi o'zgaraydi-ki, bu odam davomli burunqi gulchilar bilan bo'lgan aloqasi azlab hamda axborotchilar bilan, muxbirlar bilan aloqa qilishga boshlaydi. Shuning bilan bu odamning butun aloqasi, masalan, film tahrij qiluvchilar, suratga oluvchilar, rejissyorlar va undan boshqa mush sohaning ahli bilan olishdan. Voy, nada studio va, shundaymi? Ma aparat qanda alıdı, vaqti jallayayın mesela. Degende gaplar bu adamning kundalik so'z temiz qaylanadi. Bittali onunla ergishib bu adamning dunyosi, ishlar dunyosi, narsalar dunyosi mı gül ticaretidan film ishlab chiqarish, drama, mesela ondan boshqa ta'sir qilish vositalari var. Mesela bunun qo'yitdi. Bu adamning dunyosi bunun o'zgaraydi. Bu bir misal, qolganisiga boshqa shakl o'zgartib qo'ygan. Ya'ni demakchi o'g'ini nima olib turgan desa, fikr dunyosi o'zgarsa, aloqa dunyosi bilan o'zgaraydi, undan keyin dunyosi o'zgaraydi. Endi men mishaga bir narsa so'ray. Sizlardan bir narsa so'ray. Aranglarda Sharqiy Turkistonda bir davlat qurish xiyolingni bormi? Ya'ni kallanglarda bir davlat qursa qildi degan fikri bormi? Vay maşallah. Eğer muş fikrinle rasop qalsa, rast tabii ama ben misalında batmanda. Senin etrafındaki alaka, muhit muşu yönde buldu. Hoş geldin qilsam. Yani muşu dairede buldu. Qani aranglarda vatanni azat qilishga munosabatlik bir aloqa doirasi, muhit shakllantirilganlarni qanchasi bor aranglarda? Bunu o'ylab bakma. Men hozir so'moqchi emasman. Bunu o'ylab bakmak lazım. İnsan o'zidan bir so'moq lazım. Mening kallamda agar vatanni azat qilish, Allah'ın kelimesini aşı bizning vatanda üstünlükki ega qilish, islom bayrog'ini bizning vatanda tiklash degan bir fikr kallamizda haqiqatan ras bo'lsa, mushunga munosabatlik bir bizda aloqa doirasi shakllanadi. Bir mashg'uliyatimiz oydi masalan. Qiladigan ishimiz shu bo'ladi. Telefonni olsak, barmoqlarimiz eshagiga o'ynaydi. Mousni qo'limizga olsak, mouslarimiz tuymay shu yerga ketadi. Ama üzerine hamda ameliyatiga bir qarab bakmak lazım. Bu şeydeki azı ders anlatgan 40 yaqin qarindoshlarimiz hammasi men dahil. Mushunaqdan bir o'ylab bakmak lazım. Yani mening navbatda yashayotgan dunyorim men hozir ba degan fikrimga masmo, mas emasmi? Agar mas bo'lib qolsa, 3-dunyo cho'qim o'rtaga chiqadi. Bu o'smi şeyler dunyosidagi natija. Ama 3-dünya ortaga chiqmaydi degan gap biz qaytadan murojaat qilmoqimiz lazım ki, birinchi dunyomiz bo'lgan fikr dunyoimizda bir sadoqat masalasi, rostchilik, chinlik masalasi bormi yo'qmi? Buni o'ylab bakmak lazım qarindoshlar. Bu bek muhim nokta. Bugun bizga darslar demoqchi bo'lgan nuqtasi shu. Agar senda fikr rost fikr bo'lsa. Men bu yerda muhim gapdan birini deyman qarindoshlar. Ortada
ish qilamiz deb o'rtaga chiqayotgan her sohada, ben bir noktada demayapman onu. Her sohada bir insanlarımız var. Ama 10 yıllab, 15 yıllab yoki 5-6 yıllab, 7-8 yıllab natija yo'q o'rtada shu. Bilasiz, onlarga agar haqiqiy kallaning tagida, yurakning qitida bir ish qilish nisbatan in kuntum sodiqin deb bu qanchamiz to'g'ri, in kuntum sodiqin bo'lsa mutlaq bir natija chiqadi. Alloh uni natijasiz qo'ymaydi uni. Alloh uni natijasiz qo'ymaydi. Men buni tushunaman, xususan shaxsan onun dalilim yo'q, lekin kallamdagi bir tuyg'u. Bir adam haqiqiy sodiq bo'lsa ishida, haqiqiy sodiq bo'lsa ikki yo'lning birisiga uchraydi bu adam. Ya bu adamning hayotida, bu adamning sadoqati atgan haliqi yo'lning bir natijasi chiqadi, ozchi olsun. Yoki bo'lmasa agar o'rta muhit bunga mos bo'lmasa, bu bir odam sodiq bo'lgan bilan atrofdagi muhit bunga mos bo'lmasa, Alloh buni ash qattiq o'zining sadoqatiga loyiq shehidlik darajasini akitadi. Men bunday o'ylayman. Shehidlik darajasini bu yo'ldan akitadi. Ya'ni bu odamni Alloh zayo qilmaydi. Çünkü bir adamın hayatında men bir ishni qilaman deb kalasiga fikrdan birini sulab, men mush yo'lda chiqaman deb yo'lga atlangan adam ya natija bilan biroz rohatlanadi. Natijalar rohatlanmagandan keyin bu adam agar natijami chiqmay, o'rtam ashta bo'lsa, muhit ashta bo'lsa, bu adam siqilib dunyodan o'ladi bu adam. Agar qalbi rasul olsa, Alloh uni unda siqmaydi-ki, ekitadi mencha. Shehidlik darajasini bir plan. Şuna ihdal husnayn babizga. Ya bu yolda biz sağlam bulab yol ravan bo'lmasa Alloh bizga shehidlik qilib akitadi. Yoki bo'lmasa biz sağlam bulab yol hozir bo'lgan bo'lsa Alloh bizning natijasini cho'qim mutlaqo beradi. Mening kallamda shu narsa bor. Balki boshqa nuqtalar bilan bog'liq vaqtga gap yani. Yani oxirgi abzat qaranli kitobninki inna alamal afkar iza taghayyar. Eğer fikir dünyası hakikaten özgürgen olsa Allah dünyası bizle özgüreydi. Tabii ki ama bir kardeşimiz ayet yazıptı, Allah razı olsun. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا فِينَا Hakiki cihat kılgan ortağı ben sadıkmış yolda çıkadığımda Allah çokum bir yol başlaydı. Ya cennet yolu, ya ki dünyadaki kalbi yolu. Ya cennet, ya şehadet, ya ki olmasa kalbi aşkına birisi. Allah kulu billah özgüreydi. Andayken şeyler dünyası özgüreydi ki etraf mutlak özgüreydi. Anda bir Türk'üm kişiler, top, cemiyet, ya ki bir millet, ya ki bir şahsın ki etrafı özgüremedi diyen gap. Bunu aşırı desleptiki fikir dünyasında azra bir galgaçlık var. Yani sadakatsizlik var. Ağızda başka, kalp başka. Dep koyup yüzünü aşına kılıdığın. Bu bir neslige nispeten hem de kanuniyet bu dünyadaki kanuniyet. İnsanlık olsun. El mantık yakol. Mantık şunda deydi. فَإِنَّكَ إِذَا قَرَّرْتَ أَنْ تَعْمَلَ فِي وَظِيفَةٍ مَا Sen ma'lum bir ishni qilishni qaror qilgan bo'lsan, sen ma'lum bir ishni qilishni qaror qilgan bo'lsan, فَإِنَّ أَوَّلَ مَا تَطْلُبُهُ Çokum sen isteydiğin, qilmoqchi bo'lgan, tegishli bo'lgan tunji ish sen onu bilishing kerak. Ve ishning tabiatini tushunishing kerak. Mesela bir ishlaymiz deb barayli, ishlamasa ko'madi hamda qiynalib qoldik deb borsak, biz bormoqchi bo'lgan ishga berishning oldidan aqalli bir kallamizda bir ideya tayyorlab qo'ydim. Men masalan bu bir yog'ochlik zavodi ekan, yog'ochning ishlarini qila olamdim, qilolmadim. Atolu ekan mesela ben yangi işlerini, maşin işlerini hem de tikiş işlerini kılamamdım mesela. Ki ben kıldığı işini mi? Bunu biliş gerek avval. Ve min themme andinkin tebde bi alemil efkar ki fikir dünyası andinkin başlayısı. Ki aş iş doğruluk izdinise mesela. Mesela bende bir ahval oldu, benim beşimden ötken bir iş var. Deprey. İnsan davamlıq mahiyatda bazı turup bazı ağırıp sakayıp dururken ben 2016'da tuyuksuz üzerime bilmegen bir kesel baykaldı. Şunu olayalım baykalgandan keyin mening ettigen keç oylaydığım şu olup kettimdi. Axtırıp kettim ki şu bir 2-3 hafta içinde kesbi olmasam mutaxassis olup kettim de olsa hadi şu. Bu keselin türleri dünyada bundan türleri var. Bunun doğrusu mu yanıqıca. Şundan keyin
bir iş kepti izniştenken üzemge mas kıldıgan doğrunu beni üzem taptım. Aldım elhamdülillah Allah şifalık var. Yani demekçi oğlum şu. Bir işe kirişken adam. Şu hakta izden kıldığı adam otomatik halatda mütehassıs oldu. Şu sahada. ومن ثم تبدأ بعالم الأفكار. Şu. ثم تتعرف andinkin kim bilen muamele kılsa bu ne bilse ki muamele kılış diyen gap mesela akallisi her kanaq dünyadaki bir iş ilim birim işi. Muş iki nokta yığın çakılsan buldu ilim birim. İlim birim diyen gap sen dünyada yaşağa ikense kim bilen Allah kılsan meyli maddi olsun mani olsun ya bir nersi birisi ya bir nersi alırsa. Muşunun üzü alaka. Bayatın bir gülçünün gibine kıldık. Ahbaratçının gibine kıldık. Şuna gülçülük kıldık adam gülünü nereden alımız? Uruğunu nereden alımız? Gülünü neygi satımız? Mesela teştekini nereden alımız? Lonkunu nereden alımız? Kayısı zavut siliyogullarını çaylak yasaydı. Hemini bilirdim Allah kıldığın kişilerini. Ahbaratçılık kıldık adam bayatın diginimde dünyadaki dağınlık ahbarat vasıtlarından hemini birbirle bilip çıkıyordu. Mesela kayısı aparat noçi, kayısı dükanda isil aparat satıdı kamera. Bunu biliyordu mesela. Yani, ahbarat vasıtları keterlik üsküller nerede ba? Bunu biliyordu. Kim en usta rejisör? Bunu biliyordu. Kim en usta aparatçı? Bunu. Demek maçta gap. Andın kiyen intaç işlep çıkır. Şeyler dünyası degen gap şu. Şunu başlaydı gan gap. Kırındaşlar. Ve kullama temekkente min fehmil amel ellezî seteqûmu bihi. Sen kılıdığın işini sen düşünüş imkaniyetiga ega bo'lgan sire kullama degan gap bo'lgan sire ve kanat shabakatul alaqa matina ve alaqa to'g'ri mustahkam bo'lgan sire ve kullama kanat alamul ashya ra'yan şu vaqtida andakin ma şeyler dünyası qalsılıdı ki senin yaratadigan netijan şu vaqtda güzel oldu. Şu vaqtda güzel bo'ldi qarindoshlar. Yani ahirasida Abdur buni deb xulosalab o'tdi. Bizga gapning xulosasini tashlab turibdi. Innama ya'tazim. Havda ay mashru. Qanday bir planga cho'kishni iroda qilgan har qanday bir odam. Zaten men bu ishni qilaman degandim. Tamam, bayatdan videolar quramiz ya. Zaten asha haqiqiy qalbimizdan chiqqan sadoqat rostchilik bilan deyilgan bir gap bo'lsa, ya'ni mush planga cho'kmoqchi bo'lgan odam avval buni tadqiq qilib deydi. Fa innahu yaqum bi dirasatihi awwalan. Tadqiq qilib degan gap buning uchun nimalar kerak? Bir davlat qurish uchun tarixda davlat qurganlar qanday qurgan. Ketarlik unsurlar, ketarlik odam kuchi, ketarlik iqtisodiy kuch, ketarlik bilim, masalan bugungi dunyodagi texnologiya hammani avval tadqiq qiladi. Ondan keyin aloqasini shu plan tabiatiga mos shaklda belgilaydiki, endi men qaysi nuqtada ekan buni biladi-da masalan. Har odam men qaysi nuqtada ekan, nerdan boshlayman degan nuqtani bilgandan keyin boshlaydiganiga munosabatlik insonlar bilan va atrofidagi aloqa doiralarini quruydi. Aloqa dunyosi yog'och savdogariga o'xshaydi. Göç savdo emakana yog'och savdogarilar qiladigan aloqa dunyosi göç savdogarilar qiladigan aloqa dunyosidan farqlanadi. Masalan men kitap ishkab yasatmoqchi. Kitap ishkab yasaydigan yog'ochchi ustamninki aloqa qiladigan yerlari taxta, onu bunu satadigan yerlar, taxt savdogarlari, taxtining turlari masalan shakli bu. Men go'sht olmoqchi oshxona ochadigan odam, go'sht ustam go'sht satadigan ustamninki boradigan yerlari, keladigan yerlari aloqasi telefon qiladigan odamlar o'xshamaydi. Va min thamma ashhadin andakin bu ikkisiniki şey dünyası o'xshamaydi-ki, go'shtchiligini qiladi, yog'ochchiligini qiladi. Demak, qarindoshlar, fikr dunyosiga aloqa dunyosi ergishib keladi va bu ikkisiga narsalar dunyosi ergishib keladi. Unda olganda boshlanish nuqtasi nima ekan qarindoshlar? Fikr dunyosi. Avval qalbimizni o'zgartmak lozim. Avval biz qilmoqchi bo'lgan ishni qalbimizda avval qilib bo'lishimiz kerak. Masalan, diniy olim bo'laman degan istakda nurg'un qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Qalbida diniy olim bo'lish kerak avval.
mujohid bo'laman degan istakdagi qarindoshimiz bo'lishi mumkin, qalbida mujohid bo'lish kerak avval. Va buni sadoqatmandlik bilan kirish kerak, samimiy sodiq bo'lish kerak. Andan keyin yo'llari ochiladi. Yo'llari ochildi degan gap aloqa dunyosi shunga qarab bog'lanadi, chunki uning ko'ziga shu ko'rinadi. Uning ko'ziga shu ko'rinadi qarindoshlar. Men qaysi kun bir misol aytdim. Balkim uyg'un bo'lmasimi, takrorlashda foyda bor. Birisiga haqiqiy ko'ygan odam ashuningga erishish yo'llarini qanday qilib topadi. Vatanga haqiqiy ko'ygan odam vatanga aloqador, vatanni ozod qiladigan, Allohning kalimasini ustun qiladigan, davlat quradigan ishlarni haqida o'ylanadi, yo'llar haqida izlanadi, mutlaqo bir tushko'simi ochadi, kamavosimi ochadi, kichik ishko'simi ochadi, cho'ng ishko'simi ochadi, ishqib birini ochib mangadi. Maqsad shunday qarindoshlar, abdur bir qancha xil misollar bilan har xil amallarni qilib, balkim kallimizga islohotni, nima boshlaydiganligimizni balkim kirgizaladi deb o'ylayman. Shaxsan mening kallamga ma'zurroq kirgandek qildi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, bundan keyingi darslarimizda shu kallamizga kirgan shu azroq yuchuqdan boshlab davomlashtirib nasib qilsin. Vaqt munosabati bilan bo'lgan mishada to'xtayli. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.